Akkumulyator, uni zaryadlash va zaryadning haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Akkumulyatorimiz sig'imini yo'qotgan. Yon tomoni ko'rish mumkin, mana ishgan bir tomoni qovun bo'lib. Bu katta tok bilan zaryadlaganda qizib ketib, shunday holatga keladi. Bu tomonni ham ko'rish mumkin. Qovun shaklida kelgan mana bu tomoni, silliq emas. Mana bu tomoni mana bir tekis ko'rish mumkin. Bu tomoni ham. Lekin mana yon tomoni mana ishib chiqqan. Ya'ni qaynab ketgan. 12 voltli akkumulyator uchun zaryad kuchlanishi 13.8-14 voltdan oshmasligi kerak. Zaryad toki uni 10%, 15% dan imkon qadar oshmasligi kerak. 10% yetarlicha, 15% u ko'proq ishqorli akkumulyatorlarda bo'ladi. Kislotnilarda 10%, 12% gacha berish mumkin. Ya'ni 60 amperlik akkumulyator bo'ladigan bo'lsa, bunga 6 amper davomli zaryadli tokdan 10-12 soat zaryadlash yetarlicha. Agar 12 voltli akkumulyatorimiizga 13, 18, 14 volt bersa, bu yaxshi. Agar 15, 16 volt berish, bu izolyatsiyalarning ishdan chiqishiga sababchi bo'ladi. 6 amper berish o'rniga aytaylik 30-40 amper beradigan bo'lsa, u qaynab ketishiga va yana ham tezroq ishdan chiqishiga sababchi bo'ladi. Bizda kuchlanishimiz 10 voltdan kamaysa, bu akkumulyator brak hisoblanadi, anarog'i sig'imini yo'qotgan bo'ladi. Mana hozir ko'rish mumkin kuchlanishni, o'zgarmasda turibdi. Bizda bu hozir 5 voltni tashkil etyapti. Zaryadningni ulaymiz. Pilosini bu yerga. Minus qismini mana bu qismiga. Va zaryadningni ulaymiz. Xona temperaturasi 27 gradus. Zaryad olmayapti, to'lgan deb ko'rsatyapti. Zaryadningda avtomobil akkumulyatorlar uchun, geliy akkumulyator uchun, mototsikl uchun va remont rejimida turibdi. Biz buni remont rejimga o'tkazamiz. O'tib ketib qoldi. Remont rejimda pulsatsiya bilan 14 voltdan berishni boshlaydi. Ko'rish mumkin, mana zaryad ketish boshladi. Yana boshqa usuli bo'ladi. 14 voltda maxsus perkurka apparatlar bo'ladi, katta quvvatli. O'shanda bir marta tekizib olsa, agarda qisman yo'qotgan bo'lsa tiklanadi. Agar butunlay sig'imni yo'qotgan bo'lsa, shuningdek bizda hozir buni zaryadlaganimizda 14 volt bo'lsa, u ushlab turish kerak 14 voltni. Agar kuchlanib tushib ketadigan bo'lsa, bunday akkumulyatordan voz kechib yangisini olish kerak yoki akkumulyator ishga borib, agar o'zini oqlaydigan bo'lsa, uzoq muddat garantiyasini beradigan bo'lsa, ta'mirlashga arzishi mumkin. Chunki ta'mirlatgandan keyin ba'zilar 5-6 yilgacha ham ishlatganlar bor edi, albatta sifatli materialga bog'liq. Va uni narxini ham hisoblash kerak. Yangi akkumulyator olgan ma'qul bo'ladimi yoki o'zini ta'mirlatsa, yangi oladigandan uzoqroq xizmat qiladimi? Hammasi uni akkumulyator shik aniq tekshirib diagnoz qo'yish mumkin. Mana hozir bizda 5 volt edi, zaryad ketdi. Endi hozir o'lchab ko'ramiz kuchlanishi necha voltga ko'tarildi. So'ramiz zaryadni. Bu 5 volt edi. Mana 6,5 voltga ko'tarildi. Yana ulaymiz. Hali to'lgin ko'rsatyapti. Akkumulyator hali o'zini to'liq tiklagani yo'q. Demak, yana buni ta'mirlash rejimiga qo'yamiz, remont rejim. Bu ko'proq zaryad olsin. Keyin sinab ko'ramiz. Kuchlanish 14 volt ketganda avtomobil rejimida zaryad olsa, bu akkumulyator yana qisman ishlatish mumkin. Aks holda faqatgina uyda energiya yo'qolganda 12 voltli svetodiod ulab ishlatish mumkin bo'ladi qisqa muddatga. Hozir uni ko'rish mumkin kuchlanishini. 14.15 volt paydo bo'lib yo'qolyapti.
Ya'ni buni hozir pulsatsiya bilan qisqa muddatga normadan kattaroq kuchlanish va kattaroq zaryadni tok bilan zaryadlayapti. Ya'ni buni desulfatizatsiya qilish uchun.